Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirish, yosh avlodni bilimli, tashabbuskor va raqobatbardosh etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hududlardagi ta'lim muassasalarida yaratilayotgan qulay sharoitlar, ilg'or tajribalar va samarali hamkorlik ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ana shunday ta'lim maskanlaridan biri Uychi tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 28-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidir. Ushbu dargohda o'quvchilarga sifatli ta'lim berish, ularning bilim va salohiyatini yuzaga chiqarish hamda ma'naviy barkamol shaxs etib voyaga yetkazish yo'lida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bizning maktabimiz 420 o'rinlikka moslangan. Hozirda 320 nafar o'quvchimiz tahsil oladi. 27 nafar pedagog xodimlar ishlaydi, 3 nafar boshqaruv xodimlari ishlaydi. Birinchi va oliy toifali o'qituvchilar soni 18 nafarni tashkil qiladi. Ta'lim jarayonlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar va axborot kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanilayotgani o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirmoqda. Natijada maktab o'quvchilari fan olimpiadalari, turli ko'rik-tanlovlar hamda sport musobaqalarida faol ishtirok etib, munosib yutuqlarga erishib kelmoqda. Ingliz tili fanidan B2 sertifikatni qo'lga kiritdim. Keyinchalik esa ona tilidan imtihon topshirib, C+ darajadagi sertifikatni qo'lga kiritdim va yaqinda tarix fanidan A darajadagi sertifikatni oldim. Bu erishgan yutuqlarimning zamirida ustozlarimni, ota-onamni va qolaversa prezidentimizning biz yoshlarga ajratgan e'tiborlari katta. Buning uchun o'z yurtboshimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Ushbu natijalar yoshlarning bilim olishga bo'lgan intilishi va maqsadga intiluvchanligini yaqqol namoyon etadi. Shu bilan birga maktab pedagoglari ham o'z ustida izchil ishlash, malaka oshirish hamda ilg'or tajribalarni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim sifatining yuksalishiga munosib hissa qo'shmoqda. Jamoamizda $1000 dan ortiq oylik olib ishlaydigan o'qituvchilarimiz bor. Jamoamiz orasida vazir ustamas jamg'armasiga bir nafar o'qituvchimiz bugungi kunda daromad olib kelmoqda. Maktab faoliyatida ota-onalar bilan hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ota-onalar ta'lim-tarbiya jarayonida faol ishtirok etib, farzandlarining bilim olishi va ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlashmoqda. Ushbu hamjihatlik maktabda sog'lom va barqaror ta'lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Mahalladagi faol insonlar tomonidan maktabni moddiy-texnik bazasini yaxshilashga, har yilgi yuqori natijalar ko'rsatgan o'quvchilarimizni taqdirlash, rag'batlantirish borasida ham faol ota-onalarimiz, homiylarimiz o'z hissalarini qo'shib kelishyapti. Kuni kecha bo'lib o'tgan davlatimiz rahbari Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomalari bo'yicha jamoamiz bilan istiqbolli rejalarni belgilab oldik. Keyingi faoliyatlarimizda mahalla va maktab faoliyatini kuchaytiramiz. Xulosa o'rnida aytish joizki, mazkur ta'lim dargohida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, o'quvchilar va pedagoglarning erishayotgan yutuqlari hamda ota-onalar bilan yo'lga qo'yilgan samarali hamkorlik kelajakda yanada yuqori natijalarga erishish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.